YouTube'ga mini stadion qilaman degan akalarimiz. Bundan tashqari teplitsa qilaman, issiqxona qilaman, har xil mol ferma, qo'y ferma qilaman degan akalarimiz uchun mana sizlarga tayyor firmalar. Narxi qiziq, narxini hammasini yoritib beramiz hamda dastlabki xizmatlarigacha. Materialni qalinligidan yuqaligini hammasini tushuntirib o'tamiz. Biz bugun Farg'onaning komiteriga yetib kelganmiz. Hattoki bez ustun turadigan qo'sh xorilari, yakka xorilar bor ekan, firmalar bor ekan. Bo'lmasam biz kadrda boshladik. Assalomu alaykum. aka, siz charchamayapsiz. Aka, qo'llaring dard ko'rmasin. Yangiliklarni ajoyibidan. Hali uncha-muncha juda syomka qilganim yo'q edim. Aka, bu yangi metaldan bo'ladi bu. Qalinligi 1.7, 1.8 sena qalinligi. Xo'p, endi buni razmeri aka 6 ga 4, ichi 5 ga 3 aka. Buni narxlari ham aka mana shu konteynerda 6 ga 4 chiqib turgan nimadan aka farq qilsa pashti qilmaydi aka. Pashti qilmaydi aka. Aloqaga chiqishaveradi bemalol. Stadion deysizmi aka, katta nima deydi, binolarni oldiga qanaqangi istaganga nimalarni qilish, kattaroq bokslar qilish kerak bo'lsa aka, bemalol aloqaga chiqaveradi aka, chiroyli qilib beraveramiz aka. Metr kvadratda narx qanaqa bo'lyapti endi? Mana shu xorini o'zi. Mana shu xorini 1 metrini aka 170 ming so'mdan chiqarib beraman aka. 170 ming so'mdan joyimizdagi narx. Joyimdan chiqarib beraman, yangidan aka. Ana endi bu arka shaklidagi xorlarni oldi deylik. Ana endi mana bu joyda baquvvat, ya'ni o'sha o'zimiz aytib o'tmoqchi, konteynerda aka bu tagidan chiqqan lagasi bo'ladi aka. Buni qalinligi aka 4 mm bo'ladi buni qalinligi aka. Maşallah. Bu o'sha ayvonlarga aka 7 metrdan to 15 metrgacha bez ustun turadigan holatda yasab berishim mumkin buni. Buni ya'ni yog'och xori olib turib, o'rtaga ustun qo'yaman desa, uy baribir torayib ketadi-yu. Albatta. Stadion bo'lib qolar ekanda, keng bo'lib. Bemalol katta polya qo'yaverasiz aka. Ana shu 15 metrgacha bez ustun qo'yib beraveraman aka. Mana 4 talik. Yana bitta narsa kelib qoldi uy deganimizga. Mana bu firmani shifrdan shifrga o'rnashtirib uyga, ya'ni uzun tok qilaman desa, hovlilarga. Albatta aka. Bu og'irlik qilsa, yo'q, buni sal nimaroq va uskroq va o'shalardan ham narxi ham arzonroq bo'ladi. Juda ham arzon. Mo'tadillar o'zlaring ustanokasini qilib berasizlar. Albatta aka. Polni. Ana endi buni metr kvadratni aytib o'tdikmi? Hop, aka buni 1 metr aka 170 ming so'mdan chiqadi aka. Buni agar 4 talik qiladigan bo'lsak aka, ikkitasini yonma-yon 4 talik qiladigan bo'lsak aka, 300 mana 20 ming so'mdan qilib beraveraman aka. 160 tanga to'g'ri keladi aka. Bu 4 ga 4 bo'lgan profilimiz bor. Konteyner mahsuloti bilan bukilgan qalinligi aka. Buni 1.8 stena bo'ladi aka bu. Buni 1 metrini aka 110 mingdan aka 160 minggacha chiqarib beraman aka. Chunki buni misol uchun 4 ga 4, 5 ga 4, 6 ga 4 degan bo'lgan variantlar. Sortlari bor. Sortiga qarab ya'ni 110 ming so'mdan 160 ming so'mgacha aka. Ustanokka xizmatlarini ham aka, o'lchagan joyimni ustanokkalarni ham o'zim chiroyli qilib o'rnatib, shifr desa shifr, tunika desa tunika, maşallah. Nimadan bo'lsa aka yopib beraman. Yorvoramiz, xudo xolasa. Shu paytgacha uyaltirmagansizlar, mana bundan keyin ham bemalol aka aloqaga chiqishaveradi. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz aka bor. Yog'ochlar ham sizlardanmi? Yog'ochlar aka bu qo'shnimizniki, stol aka. Kimgadir to'yxonalarga stol kerak bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Buni ham gaplashib beraveramiz aka. Mashallah. Ana shu gaplar uchun bittadan like. Xolis xizmat uchun aka, foydasi kerak emas. Mazza. Ega qo'shningiz ko'rsa xursand bo'ladi aka. Mana endi qo'sh xori deganingiz, qo'sh xorilarimiz aka bular. Bular konteynerda mahsulotlardan bo'lgan, polni temirlaridan aka. Bu naryoqdan olamiz. Ochiqroq ekan, odamlar yaxshi tushunadi. Bo'ldi. Akalar videoga bittadan like tugmasini bosib ketinglar. Eng arzon sifatli joydan reklama qilyapmiz, xudo xolasa. Hozir qo'sh degan joyimga aka, mana shu qo'sh xori bo'ladi aka. Shu 7 metrdan 15 metrgacha degan joyimga aka. Mana shular. Aka shularni 320 ming, 340 minggacha. 320 ming deyapsiz. Endi bu qo'shi. Qo'shi. Bizni kanaldan chiqqanlarga oz-moz ehsoniga o'tib beramiz. Qilib beramiz aka. Telefon qilishni o'ylaganim 10 metr bo'lsa ham 3 million 200 ming so'm bo'lar ekan. Hozir kimdir yozadi-da, bundan ko'ra yog'och qilsang foyda yo'q deydi. Yo'q. Aka 10 metr 3 million 200 ming bo'lsa, 3 millionga qilib beramiz. 200 ming so'mni bonus qilib beraveramiz aka. Mashalloh, ana. Qilib beramiz aka. Yana bitta hali gapni aytib o'tib keting. Boshida hali syomkadan oldin aytdik-ku, buni narxi keyinchalik buzib tashlasa ham oshsa-oshadi dedingiz-ku. Aka bu temir. Aka mana shu ko'rib turgan materialingiz hozirgi kunda 80 ming bo'lsa, bu aka vaqtiga 120 ming so'm bo'lgan bu. Hozirgi kunda narx-navo arzon. 80 ming so'mdan mana 120 ming endi solishtirib ko'ravering aka. O'zi 40 ming so'm donasidan farq qilgan.
To'g'ri. aka. Vaqti kelib aka bu ko'tarilib ketadi aka. Shu misol bu narsani to'sinim chirib ketdimikan degan xatir xayol kelmaydi. Bo'lmaydi aka. Qurt yeb qo'ydimi degan O'sha. narsa bo'lmaydi aka. Keyin bu konteynerda yana bitta yaxshi tomoni bor aka. Bu konteyner metal aka, bu chirimaydi osonlikcha. Teng bo'li konteynerda. Chunki mana shu metallarga aka garantiya beraman. Men o'zim yoshimdan katta 37 ga kirdim aka. To'g'risi. Mana misol yana bitta oddiy qo'shimcha mana. Akalar e'tibor berasizlar. Mana bu saqich nimaligini yosh kattalar biladi. Bu antikorroz, ya'ni nima deydi, zangga izolyatsiyasi shu nimani, temirni. Zangga qarshi ishlatilgan o'zini suyuqligi maxsus bu zavod tomonidan keltiriladi, ya chiqadi. Bu chirib ketmasligini ta'minlab beradigan narsa. Bundan tashqari konteyner materialining ham 3 sloy kraskasi bo'ladi akalar. E'tibor berasizlar. Mana shu materiallarda ichi ham kraska, tashi ham kraska. Antikorrozdan tortib gruntovka kraskasi zavodskiy bo'ladi akalar. Mana sizlarga foyda qayerda? Buni narxida oddiy profildan qilsang bo'ladi-yu deyishingiz mumkin, lekin bu sizga ham arzon, ham mustahkamligini ta'minlaydi, ham nima deydi? Keyinchalik uyingizni, imoratingizni buzib, boshqa joyga ulasangiz ham yana shunday guldek holatda turaveradi. Aka, dastavkalar haqida bitta ma'lumot bering endi. Aka, endi dastavkalarimiz shu yaqin vodiy atroflari bo'lsa aka, uchamchi dastavkalarni qilib beryapmiz. Agar voqea tomon uzoqroq joy bo'lsa aka, ishni gaplashishimizga qarab, ishni obyomiga qarab aka, nima deydi? Imkon qadar aka tushunarli. Nima? Qilib beryapsiz. Kelishuv, telefon qilgan odam xafa bo'lmayapti. Shunaqa aka, kelishuv nimasida qilib beryapmiz aka. Noliydigan emas aka. Inshaalloh xursand bo'ladi aka, bemalol aloqaga chiqishaversin aka. Katta shu obyekti bor, katta molxona, qo'yxona, nimadir qilaman, yopaman, tagini bitta ishxona qilaman degan odamlar aka, bemalol aloqaga chiqaversin. Chiroyli qilib O'zbekiston bo'yicha aka xizmatlarimiz bor aka. Gap so'z yo'q. Akalar, videoni shu joygacha ko'rganlar uchun rahmat. Like bosgan qo'llaring ilohim muborakavatillohni ushashlik nasib ro'z aylasin. Ro'zai Ramazon oylarida biz sizlarga yoritib berayotgan mehnatlarimizga qadrlab, bittadan like tugmasi sizlarda aylanib ketsin akalar. Hammalaring bilan qalban birgamiz. Jonlaring sog' bo'lsin, ustakalarimiz ishlariga rivoj. Sog' bo'ling.